Ey, sekinroq sabzixo'r, ko'rmayapsanmi? Bola uxlayapti. Men ham ishlayapman. Sizni $5 firib ishlaringiz kutib turaveradi. Ha, kamina bir kunda $200 topadi. Bir yilda 365 kun. 12 yildan beri e'tiboring uchun. Qani bo'l, vaqt bu pul. Iltimos, shunchaki bir qarang. Suvsarga muzqaymoqni siz sotganmisiz? Uni Butun taniysizmi? shaharni bilaman. Shuningdek, ayrimlar jarima yozishdan bo'shamayotganidan ham xabarim bor. Juda soz. Demak, yaxshilikcha qo'nmaysiz. Bu navbatdagi hazilingmi, a? Nikolas Wild, siz hibsga olindingiz. Nima uchun? Quyonni xafa qildimmi? Soliq to'lamaysiz. Xo'sh, bir kunda $200, bir yilda 365 kun, 12 yildan beri buni yana 20 ga ko'paytirsak, 1,465,000 bo'ladi. To'g'rimi? Ha, biz quyonlar ovsarmiz, ammo matematikani yaxshi bilamiz. Demak, o'tgan davr mobaynida siz to'lagan summa miqdori 0. Katta miqdordagi soliq to'lovidan qochmoqchi bo'lganlarga 5 yillik qamoq jazosi tayinlangan. Meni tushundingizmi?